Va nihoyat Xitoydan kelgan narsalarimni unboxing qilamiz. Bu yerdagi narsalar hammasi issiq kunga, ya'ni yozga zakaz qilganman. O'shaning uchun yozga nimalar kiyishimni zarrani ko'rib qo'yasizlar. Birinchi bo'lib kichkina koropochkalardan boshlaymiz, chunki men bular nimaligini примерно bilaman. Bular скорее aksessuarlar bo'lish kerak. Qo'lga taqadigan. Wow, dokumentlari bilan kelgan. Bu скорее aksessuarlarimni qo'yishga narsa oluvdim, o'sha bo'lsa kerak. Bu sumka ekan. Oh my god, it's so adorable. Bunaqa kачество kutmagandim, to'g'risini aytsam. Kачествоsi реально zo'r. Yana bitta sumka bor hali. Keyingisi bu meni aksessuarlarimni qo'yib qo'yishga, mana shunaqa tarbish. Ato aksessuarlarim ko'p, lekin hamma joyda valyatsiya qilib yotadi. Tajmamitlarga tipochkalarni ilib qo'ysa ham bo'ladi, yoki bo'lgan narsalar solib qo'ysa ham bo'ladi ekan. Mana shunaqa. Uyim oq bo'lgani uchun mana shunaqa bejvoy, oqroq bejvoy rangidan zakaz qildim. ASMR. Bu nima ekan? Men to'g'risini aytsam, keyingi sumkamni ham kutyapman. Deganimda keyingi sumkam chiqdi. Mana shunaqa sumka oldim. Buni men buni mamnaqa yopiladi faqat desam, ichida zamochka ham bor ekan. Keyin bunisini ham nima qilsanglar bo'ladi? Takoy kattaroq, kichkinaroq qilsanglar bo'ladi deb o'ylagandim, bo'lmaydi menimcha. Takoy kameralarimni solib yurishga tak idealni deb o'yladim. Men o'zim mana shu ikkita sumkani juda ham kutgandim. Ikkalasi ham meni o'ylaganimdan prям prevzойти qilib juda ham yoqdi. Так что рекомендую. Если что, qatdan zakaz qildingiz deb ko'p so'rashadi, Pinduoduo yoki Taobaodan zakaz qilaman. Bu yog'i kiyimlar, qizlar, yaqinroq. Yes. Bundoq qilib kiyib, takoy yori. Прикиньте, mashina olib hozir mana bundoq taqib olsanglar, oh my god, uchrashuvga chiqadigan takoy look bo'ladi. Uchrashuv deganimda o'rtoqlarim bilan devam, o'g'il bolalar bilan emas. Juda ham kiyib ko'rgim kelyapti, lekin videoga hozir sig'may qolgani uchun kiyib ko'rmaymiz. Bu yana aksessuarlar, vaqtimiz qolsa unboxing qilamiz. Bu ko'yne. Takoy nanay qilib yurishgan. Voshi kaltayu. Okay, buni ko'yne qilib kiyib bo'lmas ekan. Paplano menga ko'yne deb sotishdi, lekin bu ko'yne emas. Bu futbolочка. O razmeri idealni. Dizayni ham menga juda ham yoqdi. Nima bu? Shortik. Yubka. Oldi yubka, orqasi shortik. Так, чтобы безопасно bo'lishi uchun. Bu ham yubka. Mana shunaqa katta remeshok bor yubka. Очень красиво. Shu bilan tamom. Keyingi videolarimda kiyimlarni primerka qilib ko'rishimni xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.